O'zbekistonda ajrimlar kundan kunga ko'paymoqda va bunga Instagram aybdor. O'zbekistonda yoshlarning ta'limga bo'lgan qiziqishi borgan sari tushib ketyapti va bunga Instagram aybdor. Odamlar orasida stress darajasi shu darajada oshib ketdiki, O'zbekiston baxtsizlik reytingida 2-o'ringa chiqib oldi va bunga Instagram aybdor. Ayollar orasida behayo kontent qilish trend darajasiga chiqdi va bunga Instagram aybdor. O'zbekistonda qimorlar shu darajada ommalashdiki, stavkalar aholimiz uchun oddiy holatga aylanib qoldi va bunga Instagram aybdor. Yurtimizda hamma birdaniga qarzga botib ketdi. Hammani bo'ynida kredit bor va bunga Instagram aybdor. Men o'zim Instagramni orqasidan daromad qilaman, lekin sizga bugunoq Instagramni o'chirib yuborishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki agar siz Instagramga kontent joylab, biznesingizni rivojlantirish uchun ishlatmayotgan bo'lsangiz, u shunchaki sizning qimmatli vaqtingizni va energiyangizni o'g'irlayapti xolos. Undan ham yomon tomoni, u turli xil bo'mag'ir narsalarni miyangizga singdirib, u narsalarni siz uchun oddiy holatga aylantirib qo'yadi. Agarda hayotingizni rostdan ham o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hozir Instagramdan chiqib, prilojeniyani o'chirib oling.